Assalomu alaykum. Video ikimiz Urganch shahar Shavot kanali bo'yi. Bir tarafimiz yine Ekbarosh göründü mü? Ekbarosh köprüden tushsangiz, ben tarafimiz Dehqon bozor bo'ladi. Dehqon bozorining yanında şu görüp turgan kirpishli domda 4-etajda 3 xonalı kvartiramiz sotiladi ekan. Shuni ko'rib chiqamiz. Ben tarafı Shavot kanali bo'yi. Ben chiqib ketsangiz Lavesto, bunda Antalya gостиница, doğrumuzda Ekbarosh. Tushdingizda sразу 200 metrdan keyin Dehqon bozor. Zo'r yerda joylashgan, yo'lning ustida. Bahosini ham aytib o'tganman. Bahosi 475 million so'm, 4-etaj 3 xonali kvartira. Hozir kvartirani o'zini ham bir qator ko'rib o'tamiz. Joyimiz chan qismi yetib keldik. Ko'cha eshiklar zamonaviy damli eshiklar qo'yilgan, ichanlar ham opshib ketilgan ko'rishingiz mumkin. Shponni opshib ketilgan. Eshikdan kirgandan keyin aslida bu yerda kuxnyasi bo'lgan, kuxnyasi balkonga ko'chgan, bir o'tirib choy ichadigan dalon bo'lib turibdi. Pol bo'lgan, oyoq kiyimdan ham yerlari pol, otoplaniya tozadan o'tgan. Bu yer shunda kuxnyasi bo'lgan, arana ko'chgan. Yan tarafta zali, bu yanda spalnisi, sanuzeli hojatxonasi, bu yanda detskiy spalnisi bo'ladi. Karush domni 4-etajında. Devorlarimiz oboy. Akkuratli remont bo'lib turibdi. To'g'ri kirib yashaverasiz. Aytiradigan ishi yo'q. Kamiz-kumuz. Bir chetdan ko'rib chiqamiz. Bu hamma eshik ham mana karishli eshiklar qo'yilgan. Bir xil belgilanib ishlangan ekan. Bir detskiy spalnisi bo'ladi. Devorlari oboy, endi mazid tushganlari bor ekan. Otoplaniyalar o'tgan polnistiy, aynalari akfa, aynada решетkalar qo'yilganlar. Bu tarafimiz yine aynani açsanızlar Ekbarosh. Bir tarafimiz Ekbarosh, bir tarafimiz Dehqon bozor, bu tarafimiz Shavot kanali bo'yi. Dik bozorning yanında çok mesda joylashgan kvartiramiz. Tak, bu tarafini gösterib o'tamiz. Vanna joyimiz, oyoqteglari kafel, 2 metr kafel bosilgan, otoplaniya o'tgan bu ham rakovnasi, vannasi qo'yib turibdi. Bunda unitazlar o'zgargan. Bu tomonda esa kattalar spalnisi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Devorlari oboy, oyoqtegilarimiz pol bo'lgan, batareyalar qo'yilgan, aynalarimiz akfa, решетkalar bu aynalarda. Xavfsizlik uchun bola o'ynab tushib ketmasligi uchun. Tak, bu tomonda esa zal. Zallar ham katta tushgan, balkon qo'shilgan. Devorlar oboy, patologlar gipsokarton. Oyoqtegilarimiz pol bo'lgan, gilamlar tashlab turibdi. Zal ham ullu tushgan ko'rishingiz mumkin. Televizorlar qo'yilgan ekan. Bu yerda konditsionerlari, batareyalari, aynalar akfa, решетkalar qo'yilgan. Bu ham qo'shib berilgan. 2 balkon, zala va bir taraf kuxnyaga qo'shib berilgan. Bu tomonda yana o'tirib choy ichadigan uy qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Batareyani ullatib qo'yib qo'yibdilar. Ko'rishingiz mumkin. Bir de kladovka zabindi bu. Şkaf qo'yilgan, xohlasangiz attashazadigan bo'ladi. Eshiklar tursa. Bir balkon qo'shilgan yeri, bu esa podyezdning usti. Uголок mebellar qo'yilgan. Moykasi, gaz plitasi, vitishkasi bor. Stilni kotellar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, aynalar akfa. Bir yana vachkodan saqlab qo'yibdilar spetsiyalni. 4 etajli kirpishli domda 4-etajında 3 xonalı kvartiramiz sotiladi. Bahosi 475 million so'm, zo'r bahoda. Toshkent ham zo'r. Dehqon bozorining yanında. Şu aynadan görünse gösterib beraman hozir. Bir tarafimiz Shavot kanali bo'yi, bir tarafimiz Dehqon bozor. Lokatsiya vobshem zo'r. Şu chap tarafimiz şu domlarning yanında Dehqon bozor bo'ladi. Qizil domlar ko'rinib turibdi. Bozorning yanında. Bahosini aytib o'tdim, 475 million so'm. Kim ma'qul bo'lsa bemalol bog'lanasizlar. Xohlasangiz naqd pul, xohlasangiz 2 lamchi kredit ham chiqadi. Telefon nomerini aytib o'tamiz: 99 946 76 66. Bemalol telefonlashaverasizlar.